Türkiye Sot Mahkemesi 2 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berish qarori chiqargan. Demak, bu mu albatta texi yaqinda bu Tayland fojiasidan keyin xalqimizning ko'ngli u qayg'uda turayotgan bir mezgilda Turkiyadan bunday bir qarordan chiqishi bütün dünyadaki Uygurlarımızı albatta cho'chitgan bir xabar oldu bu. Yani başka dünyanın her qandaq bir yerden bundan narsa chiqib qolsa, unchavala cho'chib ketmaydik. Ama Türkiye'deki bir Uygurlar shunchavala bizning tatib nimalarimizni biladigan bir yerdanmi bunday bir qarorning chiqishi bu xabarga chiqib qolishimi ichinishlik bir ish amaliyotda. Bunun albatta bu ciddi cho'chitdi xalqimizni. Bu yerdagi tashkilotlar, qaysi Türk tashkilotlar bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin, kuchli shaklda harakat qilib, shu juma kuni ham 14-martda ham 13-martda xabar chiqdi, qaror gazetida Turkiyaniki yuqoridagi chiqqan hamon 14-chislar islam Türkiye'deki şu bu to'g'riliq axborot e'lon qilish sud mahkamasining oldida İstanbul rayonlik sud mahkamasining oldida bu axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi bu yerda. Bu qarorga qarshi holatda. Qaror gazetasining xabarida bo'lsa 13-martda ba'da İstanbul 16 va 18 ma'muriy sud mahkamalari Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli chet elga chiqib Turkiyada yashayotgan Erkin Abduvali va Mahmud Inoyat ismli 2 Uyg'urni 3-davlatga emas, balki bevosita Xitoyga qaytarish qarori Xitoyga qaytarish haqida qaror chiqarganda bulardi. Qarorda o'z davlatiga qaytarilgan ahvolda zulmga uchraydiganligi haqida jiddiy konkret moddiy dalil yo'q degan bahona tilga olingan. Bu darajada ahmoqlik qilamdi. Men buni chiqqan hamon ko'rgan hamon o'yladim kimdi. Turkiya hamda cho'ng bir davlat, bu yerda har xil partiya, har xil fikrdagi kishilar bor bu yerda. Buni asla ben çokum mesela dünyadaki nurgun halkımız bildi Türkiye'deki komünist zihniyetideki devamlı halatda doğup erinecek diye bir mahluk var mı Komünist Parti'nin başlığı. O çıkıp bütün kanallara çıkıp bizim vatandaki hem işini xuddi u yerda hech qanday zulm bo'lish mumkin emasdek tushuntirdi. Hamma narsa Turkiyadanmi erkindek tushuntirdi. Hatto jamining sonini tilga olib, Turkiyadagi jami sonidanmi jiq masjid jamilarning borligini Müslümanlar içinde erkin yaşayotganligini numussizlarcha deydi. O fikirde nurg'un insonlar var. Ben shunda o'yladim ki bu qarorni chiqargan agar de bu hakimlarninki tigini biraz tekshirib qarasak, shunday chiqib qolish ehtimoli intayin cho'ng deb qarayman. Demak, shu shaklda, ya'ni qaytarilsa hech qanday bir xatarga uchraydiganligi haqida jiddiy konkret moddiy dalil yo'q. Degan shaklda bu bahane bilen hem de bunu qaytırmız diyen narsa hüküm e'lon qilingan. Ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlarning advokati bo'lsa, sud mahkamasi chiqargan qarorning Turkiya hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga bo'lmaydi degan va'dasiga zid bo'lib qolmay, yana xalqaro kelishimlarga xilof ekanligini dalil qilish orqali qarorning bekor qilinishi haqida Turkiya Oliy sud mahkamasiga iltimos sungan. Chunki biz ilgirimi shu en evliye çıkan vakitlarda Uygurların qaytarilishi ubudiye vaqtlarda hozirgi Turkiyadagi hakimiyatninki mas'ullar tarafidan biz Uygurlarni asla Xitoyga qaytarishga bo'lmaydi deb har qaysi ko'chmanlar idorasini tutib turish organlariga shunday xat buyruq yo'llaganligini necha yillar burun xabar qilgan tuqqandim. Demak, ya'ni mavjud hukumatning bu shaklda qaytarib o'tish ehtimoli yo'q. Şonmayadiki advokatmi sud mahkamasiga Oliy sud sungan nimasida bu mavjud hukumatning va'dasiga zid bir ish ham xalqaro kelishimlarga xilof ekanligini bildirib Oliy sudga iltimos sungan. Turkiyada sud mahkamasining tunji qatim Uyg'urlarni bevosita Xitoyga qaytarish qarori chiqarishi muajiratga Uyg'urlarni cho'chitdi va Uyg'urlarning taqdiri haqida endişe qo'zg'adi albatta. Sudning mazkur qaroriga norozilik bildirish uchun 14-mart Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi, Sharq Turkiston inson huquqlari ko'zitish jamiyati va Xalqaro ko'chmanlar huquqi jamiyati birlikda İstanbul rayonlik ma'muriy sud mahkamasi oldida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi bu yerda. Albatta hammasi yig'ilishda Xalqaro ko'chmanlar huquqi jamiyati muavin raisi İbrahim Ergin, İnsan hakları ve mazlumlar üçün Hemkarlık Cemiyeti Reisi Kaya Kartal
ve Şarkı Türkistan İnsan Hakları Közüş Cemiyeti Baş Katibi Abdülahad Udun qatarlıqlar ayrım-ayrım bayanat oxub ötdü bu yerdə. İnsan Hakları Közüş Cemiyeti'nin bayanatında Sot Məhkəməsinin iki Uyğur haqqındakı qararının qanuni krizis bulub qalmasdan, belki insanperverlik ve ahlaki kriz ikənligi. Sot qararının yana Türkiye'nin tarihi məsuliyyətinə zid ikənligi. Türkiye her daim deydi o. Biz fakat Türkiye Cumhuriyeti emas. Bizden bir nayeti uzun tarihe suzulgan bir yıldızımız var bizden. Nurgun mesuliyetimiz var deydi mesela. Ta Cumhur Prezidenti Erdoğan'dan başlayıp. Ve Osmanlı İmperiyası hüküm sürgen rayonlardaki halklarına mı yaşayatkan şu yerdeki bütün her kandak meselesiga şu tarihi tuygu bilen muamele kıldı. Bunu kilovatkan bir Türkiye'deki bir devletken bu Türkiye'nin tarihi mesuliyetiga muzit ikənligi bu işninki. Şarkı Türkistan'da devam etiyotgan irqiy qirg'inchilik haqida xalqarалық tashkilotlarning ko'pligan nupuzluq dokumentlarni e'lon qilganligi ta'kidlandi bu bayonotda. Hem de Türkiye Cumhuriyeti ve onun adliye organları xalqaro qonun ve insonparvarlik doirasida harakat qilishga chaqirildi. Bu axborot e'lon qilish yig'ilishida. Demek, qadrli ko'rmalarimiz, bu haftadaki xabarlarimiz bulardan ibaret. Elbette bunun kimi amalga oshmasligini umid qilamiz. Amalga ihtimolimi bor deb qaramaymiz. İnşallah bundaq bir fojia yuz bermas bu yerda.